Har qanday vaqtda siz har qanday passiv kayfiyatda bo'lgan chaqda bu xil kayfiyatni o'zingizga xizmat qildirish uchun sizning tunji oladigan qadamingiz bo'lsa, bu kayfiyatning signaliga aniqlik berish. Mening demoqchi bo'lganim, agar sizda mushkil kayfiyat bo'lsa, siz biz deb o'tgan 10 turli kayfiyatning qaysisiga tava ekanligini belgilashingiz kerak. Bu jarayonning qanday bo'lganligiga qarab boqayli. Masalan, siz bilan yaxshi ko'rgan odamingizning orasida bir ish yuz berdi. Bunun natijasida siz rad qilinish tuyg'usida bo'ldingiz. Siz balkim bu 10 turlik turga qarab, "Voy, bu 10 turninki ichida rad qilinish yo'q ekan-ku" deyishingiz mumkin. Siz diqqat qildingizmi? Biroq siz rad qilingan vaqtda sizning ochiqingiz kelishi mumkin, rohatsiz his qilishingiz mumkin, azoblangan bo'lishingiz mumkin yoki yolg'izlik tuyg'uda bo'lishingiz mumkin. Shunlashqa siz rad qilinish orqali sizni kontrol qilib turayotgan haqiqiy kayfiyatni tunib yetishingiz kerak. Hozirdan boshlab biz bu 10 turdagi kayfiyatni harakatning signali deb ataymiz. Ular sizni harakat qilishga chaqiradigan signal. Boshqa qilib aytganda, bu kayfiyatlar sizning haqiqiy bir narsaga erishishingiz uchun qanday o'zgarishlarni qilishingizni aytib berdi. Shunlashqa bu passiv kayfiyatlar yomon emas, nachar emas. Amaliyotda ular siz uchun mulozimat qiladi. Amisa, boyqi misolga yana bir qatim qaytib keldi. Biz tunji qadamni har doim shu xil kayfiyatning bergan signaliga aniqlik berish deb atadik. Boyqi misoldagi rad qilinish qarab boqayli. Agarda sizning jo'ringiz kitob o'qib o'tirgan bo'lsa, siz uni suyish ko'ringanda, u toza parvo qilib ketmasa, siz rad qilinish his tuyg'usida bo'lasiz. Bu vaqtdagi rad qilinish 10 turning ichidagi tanholik kayfiyati emas, ochiqlanish kayfiyati emas, mag'lub bo'lish kayfiyati emas, balki rohatsizlanish kayfiyati. Bu vaqtdagi rohatsizlanish kayfiyatining signali. Birinchi, siz o'zingizning hozirgi holatingizni o'zgartirish zarur ekanligini his qilasiz. Chunki sizning shu chog'dagi holatingiz yaxshi emas. Kallingizda xilma-xil xiyollar paydo bo'ldi. Masalan, u meni yaxshi ko'rmaydi ekan, bizning munosabatimiz cho'nqir emas ekan, u men qiziqmaydi ekan deganga o'xshash. Shuning uchun birinchi bo'lib siz o'zingizning bu vaqtga holatingizni o'zgartirishingiz kerak. Ikkinchi bo'lib, o'zingizning nimaga haqiqiy muhtoj ekanligingizni oydinlashtirib olishingiz kerak. Buni darhol qilishingiz kerak. Buni qilish orqali siz kayfiyatning signaliga erisha olasiz. Bu signal balkim jo'ringizga texmi yaqin bo'ling degan signal bo'lishi mumkin. Uchinchi bo'lib, shu yo'lnish qarab darhol harakat qiling. Bu harakat bo'lsa, balkim sizning erishmoqchi bo'lganingizni ifodalab berish mumkin. Siz taki o'zingiz muhtoj bo'lgan narsaga erishishga harakat qiling. Shu vaqtda siz rohat his qilasiz. Bu shundoq oddiy ish. Agar siz bularni qilsangiz, siz darhol bu xil kayfiyatni bo'ysundira olasiz. Qani, bu rad qilinishni endi azob deb qarab boqayli. Siz haqiqatan ichingizda azoblandingiz. Azobning signali nima? Buning signali qarshi taraf sizning taqozolik bilan kutguningizning aksi harakat qildi. Siz mahrum bo'lganda his qildingiz. Bu rohatsiz his qilishdimi kuchli kayfiyat? Yana bir qatim ta'kidlasak, barliq passiv kayfiyatlarning hammasi harakatning signali bo'ladi. Siz shunlashqa tövandagi ishkishdan birini yoki harishkilisini qiling. Birinchisi bo'lsa, sizning shu ishga bergan ma'nolaringizni o'zgarting. Ikkinchisi bo'lsa, qadam bosqichlaringizni, ya'ni aloqa usulingizni o'zgarting. Endi men buni aniqlik berib o'tay. Sizning bergan ma'nolaringiz balkim, men bek azoblandim, jo'ram meni endi yaxshi ko'rmaydi ekan, burungi vaqt bo'lgan bo'lsa, qo'lidagi o'qishni tashlab qo'yib meni quchoqlagan bo'ladi, lekin hozir undaq qilmayotdi, degandek ma'nolar bo'lishi mumkin. Bu sizning ichki dunyoningizni azoblaydi. Bu xil azoblanish, rohatlanishdanmi texnik kuchlik azob his qilg'izdi. Mushu vaqtda, mushkul ahvolda sizda mushna xiyollarning bo'lishi muvofiqmi? Biz bu savolni o'zimizdan so'rashimiz kerak. Bizda bir ishga nisbatan kayfiyat paydo bo'lganda, mushu savolni o'zimizdan so'rashimiz kerak. Biz kayfiyatda signal borligini bilamiz. Bu signal bizni bergan ma'nolarimizni yoki qadam bosqichlarimizni o'zgartirishga undaydi. Bizning bergan ma'nolarimiz balkim bu odam meni yaxshi ko'rmaydi ekan degandek bo'lishi mumkin. Siz bergan ma'nolaringizni o'zgartirishingiz kerakmi? Albatta, shunday qilishingiz kerak. Sizning jo'ringiz balkim qo'lidagi ishga kirishib ketganlik uchun sizning talabingizga darhol inkas qaytara olmagan bo'lishi mumkin. Bu hargizmi uning sizni sevmaydiganligidan derak bermaydi. Bu shuningdan derak berdiki, siz o'zingizning shu ishga bergan ma'noringizni o'zgartirishingiz kerak. Bo'lmasa, siz texmi ko'p azob his qilasiz. Siz bu xil ahvolni qadam bosqichingizni o'zgartirish kerak bo'lgan bir xil simvol deb tushunsangiz bo'ladi. Biz deb kelayotgan qadam bosqich bo'lsa, uchurni bir taraf qilish jarayonidir. Ya'ni sizning qarshi tarafga uchurni qanday yetkazish qadam bosqichingizni ko'rsatadi. Ya'ni aloqa qilish usulingizni ko'rsatadi. Bayamqi misolga kelsak, sizda shu xil ehtiyoj tug'ilganda, siz jo'ringizning yoniga berib,
qadrlikim, men bilman, siz haqiqatan aldirash, men sizga bak muhtoj, ozroq vaqtingizni chiqarib beramsiz deyish orqali shu azob kayfiyatidan xoli bo'la olasiz. Agar siz jo'ringizning rad qilinishiga uchraganda, yana bir xil usul orqali qadam bosqichingizni o'zgartib, darhalla uning yeniga berib, qadrlikim, men sizning aldirashligingizni bilaman, ozroq vaqtingizni chiqarib men amroh bo'ling deyishingiz orqali siz azob tuyg'usidan xoli bo'la olasiz. Shunlashqa biz bergan ma'nolarimizni o'zgartgan vaqtimizda o'zimizning kayfiyatni o'zgarta olamiz. Agar qadam bosqichimizni o'zgartsak, kayfiyatimizni o'zgartib qolmasdan balki haqiqiy erishmoqchi bo'lganlarimizga erisha olamiz. Ya'ni ta'kidlasak, qadam bosqichini o'zgartganlik aloq usulini o'zgartganlikdan derak berdi. Biz yana boyaqi misolga kelsak, jo'risi tarafidan rad qilingan vaqtda ba'zi odamlar rohat his qiladi, ba'zi odamlar azob his qiladi, yana bir qism odamlar bo'lsa ochiqlandi. Undaqda ochiqlanish kayfiyatining bizga bergan uchuri zodi nima? Buning uchuri bo'lsa, bizning yashashdagi o'lchimimiz bo'ladi. Balkim biz muhim deb qargan ishlarda boshqalar bizning o'lchimiz bo'yicha ish qilolmagan bo'lishi mumkin va yoki o'zimizmi shu o'lcham bo'yicha qilolmagan bo'lishimiz mumkin. Shu sababdan biz ochiqlanamiz. Masalan olsak, siz ishni yechib uyga kirgan vaqtingizda sizning jo'ringiz ishga kirishib ketganligidan sizga ancha parvo qilmadi. Biroq sizda mandaq bir o'lcham paydo bo'ladi. U bo'lsa-mu, agar qarshi taraf meni suydigan bo'lsa, men ishni yechib kirgan aman, u meni ko'ribla cho'qim o'rnini turib meni quchoqlashi, meni suyish kerak degan o'lcham. Lekin hozir u unda qilmadi. Ya'ni sizning o'lchamingiz bo'yicha ish qilmadi. Shuning uchun siz ochiqlandingiz. Bu vaqtda siz jo'ringizga olib qarishingiz mumkin, yomon gap qilishingiz mumkin, batinishingiz mumkin. Biroq jo'ringiz nima yuz berganligini asli bilmaydi. Natijada jo'ringiz endi haqiqiy holda sizni rad qilishga boshlaydi. Chunki siz uningga bekorga ochiqlandingiz. Shuning bilan sizning ochiqingiz texnik kuchaydi. Bu ochiq kayfiyatni qanday bir taraf qilish kerak? Siz yoki ma'noningizni o'zgartirishingiz kerak, yoki qadam bosqichingizni o'zgartirishingiz kerak. Balkim ma'noni o'zgartirishingizning hojati bo'lmasligi mumkin. Balkim siz rostdan rad qilingan bo'lishingiz mumkin. Bu vaqtda siz qadam bosqichingizni, ya'ni aloq usulingizni o'zgartirishingiz bo'ladi. Men bilaman, dastivida siz buni anglasangiz sal murakkab his qilishingiz mumkin. Agar siz bu bo'lakni qayta anglasangiz, mening nima demoqchi bo'lganimni yaxshi his qila olasiz. Agar siz passiv kayfiyatning bergan signaliga beparvolik qilsangiz, bu xil kayfiyat yo'qashning o'rniga texnik kuchayib boradi. Taki siz uningga inkos qaytarib, o'zingizning bergan ma'nosini o'zgartib, qadam bosqichlaringiz orqali bir taraf qilguncha. Bu shundoq oddiy ish.